Diyalog qalbdan qalbga boradigan yo'l. Bu yerda haqiqat dard talash yoki munozaradan emas, balki o'zaro tushunishdan borliqqa keladi. Bo'lganimizdan beri diyalog demiz. Diyalog başlandı. Assalamu alaykum hörmətli görmənlər, mənlamış vaxtında xeyirlik olsun. Bugün Uyğur diasporasıda futbolunu paramlaşımız. Əmələr məlum olduğundək Dövlətsiz Millətlər və Az Sağlıqlar Xalqara Futbol Federasyonu tərəfindən 7-ci ayda Londonda Uyğur komandasının qatnaşı bilan Xalqara Asiya Lonqusunu tanış müsabiqəsi ötküzüldü. Bu münasibət bilan biz Şərq Türkistan Futbol Birləşməsinin rəisi və Şərq Türkistan Ulusal Komandasının treneri İlşad İslam Əfəndim və Norvegiyadan iki futbolçu yaş dostumuz Kamran Həsəncan və Abdüşkür Abdurrahim bilan birlə həmmələr proqramı xoş gəldinlər. İkrarınızdakı qardaşlar, sizlərlə xoş vaxtınlar xeyirlik olsun. Endi biz programını başlap ketaylik. Mən ancha futboldan xəbərdar bir adam emas, ancha futboldan düşünüb getməyəm. Şu an asaslı fikirlərdən anlayımız. İlşad efendim, avval sizdən başlayalım. Siz avval özünüzü bir tanıştırıb, siz bu futbol birləşməsinin degan gap futbol Şərq Türkistan Ulusal Futbol Komandası degan gap müştəqillik bizə azar uçur berəlemsiz. Xoş aldıdan assalomu alaykum. Diyalog programındakı barlıq dostlar. Mush fursatni bizni yaratib berganlarga ko'pdan ko'p rahmat. O'zimni tanishtirib o'tsam, ismim İlşad İslam bo'ladi. Meningki koni o'zimniki kasbim asli futbol. Kichik vaqtimizda tatib futbol mashq qilib, ishqillar bardoq chet-ellarga tanlandik. Keyin yana Allah nasip qilib Gollandiyada to'xtab qoldik. Albatta bu yerga özümüzdeki futbol masasında toxtaydan vaqt geldi. Toxtadık ama özümüz oynamagan bilen yaxşı görülen bir kesbimizni, yani şu cemaatini çıkıp, yaşlarını çıkıp futbolun iş doğruluq, yani davamlılık etmeyatımız. Bence köpünçü qeyrindaşlar 2011 yılı Gollandiyada bolğan erkinlik lonqisida futbol müsabaqasını köydü ve anlığan. Hatta vatanın içinde bunayda yaxşı taqılıb ekendik. Şu vaqtdan tatib batdım və şu vaqtdan tatib bu futbolun işiga məsul olub qıb kelyapmiz. Endi jillarning yağı to'xtamay erkinlik lonqisi, yamamız o'xshamaydigan do'stlik musobaqalar o'yindik, o'xshamaydigan davlatdagi Uyg'ur qarindoshlar bilan o'ynab keldik. 2019dan tatib bu rasmiylan biz bu birlashma quraylik, chunki bu bilan pach o'ynaversak, buningki kelgusi uchun yaxshi bo'lmaydi. Shunga rad shaklda qo'limizdan kelishcha sistemlik bir qilaylik deb 2019da Şərq Türkistan Futbol Birləşməsini qurduq. Bu nima deganda, xuddi har bir davlatninki bir futbol jamiyati bo'ladi, futbol birlashmasi bo'ladi. U futbol birlashmasi hech qanday bir siyosiy tashkilotlarga a'zo bo'lmaydi, ham ularniki siyosiy tashkilotlar ostida bo'lmaydi. U mustaqil bir organ bo'ladi. Mayli shu davlatdagi qaysi partiya, qaysi tashkilot saylanib chiqsin, kim saylanib chiqsin, lekin u organ o'zgarmaydigan bir narsa, chunki u xalqniki, davlatniki. Shuningga bizmi shu asos, shu sistemni ishlatib, qo'limizda yechicha davlatda mukammal qilib bo'lmadik albatta hozirgacha. O'zimizdagi diaspora degan nurg'un davlatlarda topni yaxshi ko'rdik, bu komandalar bor. Uni oldida o'ynayotgan erkinlik lonqisini ismini yana Şərq Türkistan erkinlik lonqisi deb o'zgartdik. Bu Şərq Türkistan Futbol Birləşməsinin ostiga yana a'zo bo'lib shaklda kirdi. Jamiyat 9 davlat bor. Aziyani jiqladi. Ko'pincha Yevropada, undan sirti yana Kanada, Amerika, Avstraliya degandek davlatlar bor. Buni qurgandan keyin albatta bu futbolchi erkinlik lonqisi, Şərq Türkistan erkinlik lonqisi faqatlam o'zimizga, ya'ni Şərq Türkistan yoshlar uchun, Uyg'ur yoshlar uchun qilayotgan o'zaro o'ynaydigan bir futbol musobaqasi. Ve aynı zamanda 2019'da biz şu Konifa diyenini taptık. Bir organla taptım. Desem doğru oldu. Doğrudan taptım. Köysem o a'za bo'lgan davlat millatlar, ya davlatlar deylik. Hemisi şu bizga o'xshash. Davlat yo'q, millatlarniki bir fursat bo'la oladigan bir organ ekan.
xuddi FIFAga o'xshash, ammo bu davlatlarning e'tirof qilmagan davlatdan biriga kelgan bir organki, KONIFA deb. Shu qarsam bu nihoyat bizga tushdik ya. Hem bizninki bu azalda bu Şərq Türkistan ulusal komanda, yani davlat komanda degandek şekil qurilib bakma. Ama şimdi her qanday bir futbolni suydigan, tantarbiya suydigan bir do'st qarindoshlarimiz har bir zaman ya olimpikni ko'rganda ya dunyo longsini ko'rganda boshqa davlatniki milliy marshni davlat marshini o'ynab cho'qim biznimi bo'smabdiki bizmi qachon shu sahnaga chiqamiz deb cho'qim bir haqda o'ylab boqdi deb tushundim. Shuningga ash fursat uchun KONIFA biz kirsak bo'ldiki buning Osiyo longsi dunyo longsi degandek narsa ayrı ekan. Bizga o'xshash misol qilsam hammamiz bilgan Tibetli borki West Papua ya Kıbrıs degandek davlatlar bor ekan. Shuningga 2019 o'yigim tizimlatdik. U tizimlatib bo'lgan ekan, shiqdim do'stlik musobaqa o'ynadik. Ya'ni bu do'stlik musobaqa ham odatdagi bir musobaqa bo'lmadi biz uchun. Chunki u tariximizda tunji qitim bir ulusal komandamiz qurilib, xalqaro sahnada do'stlik musobaqa bo'lsin ayni vaqtida, ammo biz uchun tunji qitimda tariximizda. Şunu işittim oyunda birinci musabaqada yani Şərq Türkistan bulup bu isim nam bilen devletninki bir isim bilen biz tuncu musabaqamızı tarixte futtuk. Karşı taraf West Papua. Nayet yaxşı. İkinci musabaqada Tamil ailem bilen oyundak, futur ettik ama yani yaxşı baştan ahırıcı qarindoshlarimiz futbolchilar shuni yaxshi qo'llab berdi. Endi bu haftaniki musabaqada nima farqi bor desanglar, shu Londonni o'tkazmoqchi bo'lgan KONIFA Asiya longisi. Hem degandek biz faqatlam oldida do'stlik musobaqasini 2 qitim o'ynadik, lekin bularniki rasmiy turnuva shaklidagi qatnashib boqmagan. Hem bu haftaning tunji qitim bo'ldi. İnşallah biz bu natijani tirishib har qanday jabo shakl bo'lamdi bir nimalarni qilib bu natijani oldiga akab qo'ydik hozir shu hisobda. Yani o natijani bir yerda inchiklab tushundirmasam o hammamiz bilamiz deb o'ylayman. Hozir faqatlam futbolchilarni tayyor, badalini to'lab, vaqtini chiqarib tayyor bo'ldi. Qolgani faqatlam biz sog' salomat berib, kelsaklam shu natijani olib kelamiz. Pek uzun so'z aytdim. Shundan bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat. Bek tafsiliy javob berdingiz. Endi bu ikki yoshlardan azroq onlayn sizlarni azroq tunishtirib bersanlar ekranda qarindoshlarga sizlar vatanda cho'ng'ildinglarmi yoki Yevropada cho'ng'ilgan yoshlarmi men toza bilamidim o'zinglarni azroq tushuntirib bergan bo'lsanglar. Kamran sizdan boshlamdik. Ya Başlasam? Başlamasam. Buyurun. Assalamu alaykum hammalarga. Rahmat mush fursatga men deb qo'ya bir qitim. O'zimni introduction qilmay desam, shu endi men ismim Kamran, Nuriyada cho'ng bo'lgan. Mushada shu ishga vaqtimda kelgan, Qozog'istonda tug'ilib. Shu men degan mushada do'p o'ynagan endi. Mushada cho'ng bo'lib, mushada do'p o'ynab, mush Nurishlarning komandasida. Do'pni shu jami 10 yildek tepdim. Endiga to'xtatdim. Lekin uning yog'i shu hamda o'zimda bir komanda bo'lib o'ynamay, lekin o'zim Uyg'urlar bilan lekin asta-asta haftada bir qitim ashadlar o'ynadim. Hozir shu oxirgi o'ynagan musobaqam shu Bilgada mush Nuriyaning Uyg'ur komandasi bilan borganto. Ashadin shu o'ynab, endi Uyg'ur o'zimizning millatga o'ynab berdim buldum shu endi. O mening shu bir introduction'im. Pek uzun bo'lmasin. Abdüşkür. Merhaba sen başlayın. Assalamu alaikum. Minan rahmat ma o projetga. Minan ismim Abdüşkür. Memo Kamrandek Norvegiyaga baldur kelgan. 2005da kelgan, 3 yosh vaqtimda. Ondan keyin 5 yosh vaqtimda top o'ynashni boshlagan. Ama shu Norvegiyaning klublar o'ynab, keyin 16 yosh kirganda men o birinchi qitim o Uyg'urlar bilan turnirda kop qatnashgan. Norvegiyadagi bir shaharda Stavanger degan 16 yosh vaqtimda Kamran botdi shu musobaqada. Onu biz tuttuk.
Onun keyin Aşiyadan keyin Münchendeki, o Germaniyadaki bir 2019'da bir o Uygurlarning mundaq turna bo'lganda top Erkinlik lonkisi. Ankara lonkisi. Yani aşağıda 16 yaş vaqtimda shu Norvegiya o'ynab kelgandim. O lonkida kim tutgan demak Sveç tutgan. Şüske. Sveç tutgan. Aniki o'sha yildimi 2019'da Konifa ning tunji qitim musobaqa bo'lganda kim aşağıda Elshad aka tig'mi yaqin tunishgan. Shu West Papua birinchi tunji qitim musobaqada gol qilgan tarixning ikkinchi golimi deyman. 16 yaş vaqtimda keyin, ya'ni 2019'da to'xtatib o'tganman korona bo'lgandan keyin. Shu musobaqalarni endi mana 22 yoshga kirdim, yine yangi fursat chiqdi. Ammo qitim rasmiy musobaqalar bo'lgan bo'ldi. Anim dep yaxşı. Men işkanlarning ama chet elda tug'ilib, o'sib, Uyg'urchani xil ravon so'zligini anglab, shunday bir qarinib ketdim. Obdan İlşat Bek sizlik bilsiz akçan bu chet eldagi Uyg'urlarning albatta ishchilik ahvollari bir quramimizga tunishqu bir qur shu bundan 5-6 yil vaqtlarda bir ko'tarildi, hammadan futbolga bir qiziqib ketdi, hurra deydigan komandalar qurildi degandek. Chet eldagi Uyg'urlarning komanda qurish yoki futbolchilik sohasini bilsangiz, siz o'zingiz nimalarni ko'rsiz? Har bir davlatda bir taldan bormi bu Uyg'urlarning futbol komandalari? Bularning ahvoli qanday, qaysi xil qiyinchiliklarga yo'l qo'yatdi o'zlarining mush yoshlarni tashkillab, mush musobaqalarni o'rlashtirish jarayonida o'zingizning bu jihatga o'ylaganlaringizni so'zlab baksangiz. Xo'sh, u qizg'inlik chet el bilan men nada bo'lamdi bu Uyg'urlarning ichida o'xshaydi. U qizg'inlik har qanday bir davlatda yana bor. Yana lavldatdi, musoqlar bilamdi, o'zaro o'top o'ynash bilamdi. U yana o'zilib boqmadi. Ama chet el bilan diasporadagi Uyg'urlar bilan vatan ichidagi u xalqimizning farqi, chet elda hamda bayroq deydigan narsa bor-da bizda, ko'k bayroq bor. Biz shu farqi shu. Chunki o't bo'lgan bilan gapning uddulini qilsak, ba'zan odamlar bayroq bor yerdan qo'rqib kelish xohlamaydi. Ama Alloh shukri, biz shu erkinlik lonkisi orqali nurg'un bolalarni qo'rqmaydigan qilib billa akilayoldik. Chunki biz bayroqni ko'taryapmiz davomli, milliy marsh bilan boshlaymiz. O qizg'inlik shuningga davomli o'chib ketmadi. Xuddi aben shatuvsan erkinlik lonkisi eng yaxshi misol desam bo'ladi. Buni o'tgan qitimmi masalan Germaniyadami shu Belgiyada o'ynagan o'tgan yili, ya'ni 4-navbatlik erkinlik lonkisini. Yo'q, 5-navbatlik men xato deb qolmayman hozir. Muhimi edi, shu naq maydonga kelgan shu 3-4 kun bizdan tug'an Germaniyadan kelgan bir akamiz bordi. İsmini atmay turay hozircha, lekin shu akamizni nihoyatda qo'shilib, men o'zim intervyu qildim shu Atfaning nimasida. Qo'shilib hayajonlanib ketdi. Shunda ta'sirlanib ketdi-da, ko'zi yosh keldi. Men hozir davotib, men bir xil bo'latim aras kelsam hozir. Chunki u tuyg'u boshqa tuyg'uchi. Futbol faqatlan bir sabab amaliyotda. Hammamiz yaxshi ko'rgan tantarbiya, okey. Lekin u futbolni da bir yer yig'ilmiz, ammo uning keyingi bo'lgan ishlar u odamni rahat xush qiladigan u hissiyotni qanday ifodalashim tilim ojizlik keldi. Chunki u 7 yoshda musobaqa o'ynab bo'ldi. Birisi qarshi qattiq o'ynaydi. Lekin musobaqadan keyin shu yerda mush inlarimiz bor. O'xshamaydigan davlatdan keyin yosh bolalar bir-birisi bilan tanishib, do'stulib, cho'nglam kelgan bo'lsa ko'rib ashiyada. Bir men kameran inimiz bilan u Abchukur inimizniki bo'lsa Gollandiyada misol qilsam, Gollandiyada nurg'un do'stlari bor taniydigan. Germaniyada bor, u yer bu yerda bor. Amaliyotda mush ikki inimiz men tirik misolda mana. Uning foydasi. Şunun futbol orqali biz shu harakatni qilyapmiz, yoshlarni yig'yapmiz, davoni shuning ichida apmanyapmiz. Nihoyat chiroyli. Bek temini sakrab ketmaganmi? Yaxshi navdan bo'ldi ham. Agar davomlashtirmish, bunday siz keyin davomlashtirmadingiz, men ishga boldimmi, ya'ni qayta o'zimning savollarimni so'rab beray.
Sizler mesela Norvegiyadan jiqo komandalar mesela nim dep mesela Uyg'ur komandasini tanladinglar kirib o'ynashni. Sizlar uchun Uyg'ur komandasini texim alaydi his qilg'izgan narsa nima? Uyg'ur komandasida qatnashish orqali mesela o'zinglar manga majiatdan bir narsa o'rgandim yoki mesela Uyg'urlar bilan aralashib yurganda Uyg'urlarning madaniyatlari bo'lamdi, musiqalari bo'lamdi yoki Uyg'urlarning ba'zi odatlari, an'analari bo'lamdi. Shu jihatlardan mesela qanday bir ortiqchilik bo'ldi Uyg'urlar bilan birga tanharkat qilishning, birga futbol o'ynashning deb qaraysizlar? Savol Hmm. murakkab savol. Ya tushundim qo'yaymi? Atalishmasam. Yaxshi savol. Ammo shu yaxshi savol, yaxshi savol. Ammo mening shu nimishkiligi Nuriyada turib, hozirchiligi Nuriyaning komandada o'ynamay, Uyg'ur komandada o'ynab beribni, nimishga unda qildim deysanglar, shu endi normal komandadami burun Nuriyaning normal komandada o'ynab qiziqib o'ynagan. Ammo shu yilgi o'tirliq maktablardan o'tib ketganda shu yilgi vaqtlar sal ozroq bo'lib qolgan endi do'p o'ynaydigan maktablar. Sal cho'ngroq bo'lib qolgan ekan endi. Shu vaqtda to'xtab etgan. Shuning uchun u yerda shu haftada 2-3 qitim chiniqatdi. Xeli endi jiq vaqt ketadi-da, keyin manda bekitib etgan vaqtlar bo'lgan ekan, yilqi o'zingiz tanlagan, xohlagan vaqtda berib bu yilqi chiniqamaysiz, shu vaqtda borsangiz bo'lmaydi-ku. Shuning uchun u sal jiq vaqt ip ketdi. Uning yog'i shu Uyg'urlar bilan ham o'ynadim. Shu vaqtda o'zimiz yilqi bekitib, kimga to'g'ri kelgan vaqtida o'ynagandan keyin, normalda shu shanba kunlar bo'ladi. Bu shanba kunlarda shu to'liq vaqtda bekor bo'lgandan keyin shu do'p o'ynaganga qiziq, oson hamdi, oson kirib oldim-da manda deganda. Shu ashadni o'ynablar, ashada qiziqib hamdi bolalar hali jiq kelgandan keyin shu so'ng'ishda ashadlam qoldim hamdi. Manga hamdi shu sal yaxshiroq, osonroq bo'ldi ekan. Norvegiya tug'ilgan bo'lgandan keyin sen Norvegiyada cho'ng'ildingku asosliqi. Qozog'iston Ha, tug'ilgan. Endi sana Norvegiyaning madaniyati, Norvegiyaning kulturi texmo ilqi yaqinroq keldi. Deb his qilamsan yoki Uyg'urlar bilan aralashib o'tding, Uyg'urlar bilan birga musobaqalarni o'ylading. Qaysi kulturga o'zingni texmo yaqinroq his qilsan masalan? Bu jihatdan sening bu futbol o'ynashing, sening bu kulturga bo'lgan qiziqishingda bir ilqi o'zgartish ifodami? Endi shu o'zimni ishkilga qiziqma endi Nurushki kulturga endi xililiqi. Misha cho'mgan keyin endi ularning kulturga endi jiqiliqi alishgandan keyin albatta ilqi shu ashlarning kulturga kirib qolamiz-da endi yana ba'zi jihatlardan. Ammo Albatta. lekin shu Uyg'ur kulturidanmi bek jiqiliqi cho'ngayli bo'lgan ekan biz. Ashiliqi u Uyg'ur tarafdan bu hali jiq expose bo'ldimda ash taraflarga. Boshqa ishkilisiga endi shu barman o'zimdan qoldim. Abdushukur sen cho'zing qanday o'ylaysan? Men hozir aktiv top o'ynayapman tig'ichi Norvegiyadagi klubda. 3 qitim mashq qilamiz. Uyg'urlar bilan shanba kunlarda bundoq o'ynatmaymiz mana bu kamerani shanba kunlarda. Lekin men birinchi qitim Uyg'urlar bilan 16 yoshimda u Stavanger'dagi u Lonqa o'ynaganda, uni burun sap Norvegiyalar bilan o'ynagan, Uyg'urlar bilan o'ynab boqmagan. Shu birinchi qitim shu Uyg'urlar bilan qatnashganda boshqa bir андай his bo'lgandi. O'shaqa degandek, bayroqlarni ko'rmiz. Uyg'urlar bilan o'ynash boshqa bir андай his bo'lgandi. Chaqchaq ichida. O'zimni o'zimni tunigandeklam. Chunki burun jiq Uyg'urlar aralashmab, Norvegiya do'stumlar jiq ashna bo'lganda, lekin mana shu topdan shu Uyg'urlar bilan desam bo'ldi, Uyg'urlar bilan yaqin yiqilishdi shu topni o'ynab turib. Keyin mana bu birinchi qitim Konifadagi do'stlik musobaqa o'ynaganda naqsha aytmasku, bizning naqshimiz etib turib, bayroqlarni ko'rib turib, hamma Uyg'urlarni ko'rib turib, undaq millatimiz o'ynab berayotganda boshqa bir his, do'stlik musobaqa bo'lsa ham boshqa bir his bo'ldi, chunki bu degan top bo'pti, bu do'stlik musobaqalar bilan emas, lekin boshqa cho'ngroq bir narsa deb his qildim. Keyin shu musobaqadan keyin shu Uyg'urlar bilan boshqa lonqlar bilan boshqa yerlarda top o'ynab, to'plama emas, endi bundoq Uyg'urlar ishini yaxshiroq ishdan qilib bizning vatanimizga
Başka. Ko'ngillik his qilgansizlar Uyg'urlar bilan berib maç o'ynab, top o'ynab, birga o'tirib suhbatlashib, chaqchaq qilishib degandek shu jarayonlar sizlarga xeyli ko'ngillik keladi deb o'ylayman hamda xatolashmagan bo'lsam. Elbette. Ya elbette. to'g'ri. Dostluğumuz ben bir Albatta. çünkü biz Gollandiyada mı şu yığılıp oynatkan futbol komandamız var şu. Azımı şu her yeşem gün bıraktığımız yığılıp oynattığımız. Abim kim ma inimiz diyendek kameram bilen Abdüşkür diyendek. Bunun ait paydası yaman köp bunu söylesem yetmeydi. Çünkü küçük Gollandiyada küçük boğan bilen 2 saat ayda diyen bile okşmaydan yerin kildi de. Mesela hep de bıraktığım yığıldı. Okşmaydan keyin balla bir-birisi bilen tanışır, görüş bakmam. Ula bir yerde top oynatkan ballam asasiyetde emisi mışyada mışu inlerimiz koşur, mışyada toğulup çoğun boğan hatta. Yamamız mışyada çoğun boğan. Yamamız yığından keyin degendek. Okşmaydıgan adamlar, okşmaydıgan balla mış futboldan sebep kılıp tanışırdı bir-birisi bilen. Onda boğan iken paydası özü gibi boğan, özünün milleti boğan, söygüsü, hürmet diyen nerse emmin nerse çıklaydı ço. Bunu aktif başı bulmasa buna futbol yok boğan boz kana boldu desanlar. Futbolun on tip değil hazır. Abdüşkür'ün özünün şehirde yaşaydı belki okuş bilen, kameranmış okuşlar bilen, şemi şu yelek ballar bilen. Yamamısa her bir Uygurlarının məhəldə kaçtal Uygur var mı yok mu onu bilmemiz. Ya az o mesela. Mesela benim məhəlləmdə bir Uygur yok. Etraf məhəlləm dedim 10-15 kilometre etrafta da Uyguru yok. Onda boğan eken toplu bir sebep bulmagan bolsa bizim müşeyiz ya sım kitap tok şunu asasa yo'qolib ketimiz. Biz qilamagan eken ballarımızdan yetip uy sotgan enlerimiz, singlerimiz tıkımı jiqdan kutamaymiz da. Şununla şu haftada bir top oynaş bilamdı, hatta yılda neçiktim yığılıp top oynaş bilamdı. Bu bizga o'xshash bir millatga naaytı muyum, naaytı to'xtab qolsa bo'lmaydigan bir ish. Shuni qaytib qo'ygim keldi. Nimo sizlarning bunda qarasam mesela ben özüm cemiyetşinas o'qigan bir bo'lish sübtim bilan mesela bu futbol komandasini bir ilqi noqul aldı bir ilqi musobaqa bir tantarbiya deyishtin halqib mesela diasporadagi bizning ahvolimizga nisbatan ba'zi bir maktabda mundaqcha aytganda shu birga o'tirib jamoatlashib bu bolalarni hamda sizlarmi his qilgansizlarcha Uyg'urlar bilan birga to'p tepgandan yog'i Uyg'urcha anglab burunqa qaragancha texim yaxshi bo'lgandek his qilgansizlar. Birle Uygurca paranlaşıp, Uygurca enenlerini, Uygurca oturup yerde sözlerini ügünüp, Uygur tili, özünün tili seviyesi yukarı götürülüp, nim demigen bilen bir cemiyetin aşırı bir ictimaileşişine ilgili sürdüğün bir nesi de bu. Şu an bana nispeten mesela bu xil tenterbiye senet faaliyetleri diaspora Uygurlarının mevcutluğunu saklap kılış noktasından pek mühim de qarayman şahsen. Ve İlşad efendim sizin bunu teşkil ettiğiniz için şahsen ben bir Uygur buluş sütüm bilen sizi köp rahmet etme. Rahmet etmek şu elbette bu işte başlayan bilen ben yalğız emas elbette. Nurgun sepdaşlarım var bu futbol arkalı futbolunu yaxşı bildiğin, itekleydiğin. Bizden abim diyendeki ETFA yani East Turkistan Football Association içinde 9 devlet var hazır. Her bir devlet bir vekil var yani. Her bir devletten mesela Norvegia'daki futbol işlerinin vekili Muzaffer diye bir kıyırınışımız var. Şununla her bir devlet bir 9 adam var. Bir adam çıkıyor. Cemi 9'umuz. Aşağı hemimiz tank kuşatımız bu neresiye. Ama şu ekranda şu ekran arkalık ben şu septişimi kuma bir rahmetimi bildirdiler. Biz hakikaten küçük bir şey demez. Xili mühim nini adamlar kullanmatkan bir şeyin kıvatımız hakikaten ahırgı jitanlıqınga işlememek. Şahsen ben pek hoşal oldum mesela Norvegia'da da çoğun olup mesela Uygurca ravan xili gaplerimizden hemsini düşünüp onu cevap verip özlerinin hissiyatlarını ifadeleyip bizde bir yerde birlikte oturup sizlerle sayanlar paranlaşkınımdı. Ben şahsen internetten hoş oldum. Yani bu faaliyet hem de ilipmiş gerek bence. Teximo canlının gerek. Mümkün bu bütün dünyadaki Uygur komandalar koşulup her yılmış musabıqlarını oynanılsa bu Uygur yaşlarının birbirisi bilen boğan tonuşni hatta ayallarının futbol musabıqası ilip verirse. Mesela qarsam A komandada ayallarının bir komandası baget tunç qaytımlıq yol koyduk bir futbol musabıqasını depti. Mümkün bolsa şu Uygurlarning ayallarning bir futbol komandasini qurup şu xil musabıqalar qatnaştırsak bu Uygurlarning yaşlarını bir yerga tantarbiya arqali yig'ishning mühim bir vasitasi ekan deb his qilib qoldim. İlşad efendim, yani sizga qaytib kelay savolga.
Siz endi bu jarayon qandaq bir qiyinchiliklarga yo'liqdingiz? Masalan, qarasam iqtisodiy jihatdan xili jiq mablag' ketilgandek qilib turdi bu narsaga. Mishka o'zinglar kuchayotsizlarmidi? Bu jihatlarda qanday qiyinchiliklar uchradingiz? Mush to'g'riliq ozroq so'zlab bersangiz. Kichik futbolchimi chiqibdi mana. Ma aqibni etayotgansiz yugurib chiqibdi. Hech bir gap yo'q. Bo'patmishlar bo'lsin, tabiiy bo'lgani yaxshi. Maqtimniki albatta chapani to'xtab turing. Yüzü. Uçaq şişkinlar yani özünlərinin o hissiyatlarını azıraq sözləb bəsənlər buldu cuma. Qandaq futbol müsabiqəsiga ən beşi sizlər qaysı vaxt qatnaşdınlar bu Uyğur komandasıga? Mening ham de ma birinchi qitim bo'ldi. Mush dunyo ham de Uyg'ur komandasiga qatnashgandim. Ammo shu bundan burun shu Norvegiyaning Uyg'ur komandasida o'ynab bergan necha yil. Qancha yil bo'ldi ya? 4-5 yildek bo'ldi menga mencha ham de shu. Shu 17-16 yosh vaqtimdan tortib o'ynab bergan. Lekin shu mush dunyo Uyg'ur komandasiga ham de birinchi qitim bo'ldi-da menga ham de. Qatnashganimga. Ko'p rahmat. Eshat efendim buyurun. Merhamet. Türkçü buyurun deb. Hech qisi. Xapamay yana bir qisqa bir savolni bir so'rasangiz. Demaylik mush jarayonda jiq to'salg'ularga, qiyinchiliklarga duch kelgan bo'lishinglar mumkin hamda bu faqatliq ma'naviy jihatdan bo'lish emaslik, moddiy jihatdan jiq mablag' ketadi deb o'yladim. Qarasam bu to'g'riliq motorlarda bir narsalarni ko'rdim. Ancha-muncha mush jihatda uchirgan qiyinchiliklaringlarni deb bersanglar masalan nimalarni kutisizlar Uyg'ur jamoatidan qandaq bir qo'llashni kutisizlar masalan bu jihatdan. Xo'sh, bugun mencha bugun eng muhim nuqta shu deb o'ylayman albatta. Albatta bu uni oldidimi Konifa Osiyo Longs bo'lib boqqancha. Portugaliyada o'yindimi, Ispaniya unutib qolibman, uni oldin o'ynagan. Lekin biz u vaqtda tashkilot bo'lmagan, uchurlarni pek taqib ketmagan. Chunki birsi vaqtmi bo'lsa qisqa bo'lib qolgan. Yana bir sizga bu o'xshamaydigan davlat futbolchilarni o'xshamaydigan davlatlarni tanlaymiz-ku. Eng yaxshi futbolchilarni tanlaymiz. Ularni o'zinglar chiqarib akilinglar degan bo'lmaydi. Do'stlik musobaqatiga shu har bir turist masalan Norvegiyadan kelgan, u yerdan kelgan bolalarniki shu turist davlatdagi xalq yordam qilib berdi, endi kuch chiqadi deb o'ylayman. Ammo bu musobaqada qilgan bo'lmaydi-da, bolalarga o'zinglar pul chiqaringlar. Bu endi hamma Sharq Turkistonga tamsil qiladigan bir komanda bo'lgan ekan. Masalan, Fransiyaniki komandani Turkiyaga misol qilaylik, hammamiz yaxshi bilamiz. Turklar milliy takım desa, hammasi AK Parti bilamdi, MHP bilamdi, Nimbos bilamdi, dinni bilamdi, dinsiz bilamdi. Hammasi qo'pidi bayroqni ko'tarib. Qo'llaydi yani. Xalq moddiy jihatmi shu, moddiy albatta ularning davlati bor. Iqtisod chiqarib berdi. Qolgan jihatda xalqlar qo'llaydi ularni degan. Shuni bu davlat komandaning ishdimi shu iqtisod ketadi demoqchiman bu narsaga. Chunki u bolalarni talantli bolalarni shuni o'xshash talantli bolalarni o'xshamaydigan davlatdan tanlaganligi loyiq, ularni yana iqtisodini chiqarishimiz kerak endi. Bu aniq. Geç bizning o'zimizniki bir hukumatda bu narsa yo'q bo'lgan bilan jamoatimiz bor, xalqimiz bor deb ishinib maqtimniki Konifa Osiyo Longsiga yozdirdik o'zimizni. 22 dek bola bor, trenerlar bilan birga 23-24 kamerachi bor. Bu daqtimiz bilan borgan ekan, Sharq Turkiston tamsil qilgan ekan. Chiroyli berish kerak u yerga. Chunki biz u yerga borgan ekan, palonchi Uyg'urga deb demaydi, Ilshatga, Kamranga, Abdushukurga deb demaydi. Boshqalar ma Sharq Turkistonga deb qaraydi bizni. Onun ustiga bu daqtımki Osiyo Longsi, Konifaning Osiyo Longsi o'tgan qitimki qilgandan texmo kasbiy shaklda tayyorlik qilyapti Londonda. Naydi jiddiy tayyorlik qilyapti. Aldılar mustaqillikki tartibi futbolchilarniki beden taqaydan bir narsa buni elektrik bir narsa bor. Har bir misaqda qanchaqdan pas berdi, yo qanchaqdan jugadi, qancha kilometr jugadi degan nurg'un eng yuqori darajadagi kasbiy futbolchilar o'ynaydigan narsalari bor endi. Shularni tunji qitim oldim bunday narsalarning borlig'ini hayron. Ashuna bor, futbolchilarni ahvol naychi deb hisoblab qo'yilgan narsa hisobda. Chunki uni qilishiga birinchi sabab u musobaqani naq maydon taqtidi. Londonlik musobaqani.
ya'ni berib naq maydon shu tarixiy ko'rinishga naq maydonga baramiga shahid bo'lolmaganlarga o'ziniki davlat nerede bo'lsa yana naq maydon ko'ra oladi. Bizga nihoyat yaxshi xabar. Yana birisiga men futbolchilarga dedimmi demadimmi uqmadim. Futbolchilar uchun u sistem vek muhimchi. Chunki mushu musobaqaniki jarayonda Angliyada maxsus shu futbolchilarni tanlaydigan bir şirketler bo'ladi. Football agency dedik. Football agentlar. Ularning ishi maxsus ko'milib qolgan talantli futbolchilarni tanlab, yuqori darajadagi klublarga tunishtirib boradigan bir shirkat hisobda. Maxsus futbolchilarni tanlaydigan. Bu daqda musobaqalardimi? Shunda o'xshamaydigan shirkatlar keldiga naq maydon kelib ko'rdik. Kim bildi ta'limimizda ya kamera ya abshukur ya boshqa bir yigitlarimiz tanlab qolsa ajab emas. Yani tanlab qolgan vaqtida u vaqt Shahar Turkiston komandadan tanlandi. Uyg'urda bir cho'ng bir u taxmi cho'ng bir natija bo'lib qoldi biz uchun. O'g'irda bo'lmasmi ish qilib natija oldik-da. Neyse, nima kelsak, bu musobaqa ashuna jiddiy tayyorlab qo'yatdi. Mesela katlaştırgan Tibet ba, Tamil Island ba, katlaştırgan komandadan. Ulanın kısadi, gerçi ulanın ki mesela Tamil Island'ı dilden Uygurlarının sanı bek az, bence. Ama ulanın haberlerimi, ulanın işlerimi televizyonda çıkmaydı. Bizimki de çıkmaydı belki de. Ama ular sani az bulamdı ya nima uchun chiqmadi bilmayman, lekin kanal bo'lsa ularniki muntazam bir iqtisodni yordam qiladigan bir fondlar bo'lar ekan, xalqimiz qo'llaydi ekan. Nihoyat mukammal ekan ularniki. Tibetlarniki demasam bo'ldi, chunki Tibetlar ham ayollarning komandasi yo'llaydigan bo'ldi musobaqa, chunki ayollarning Osiyo lonqisi bor u yerda. Ham erlarniki bor, hisobda ikki komandani yo'llab, rohat yo'llab, u yerga qatnashgan sharoiti bor ekan. Biz endi muqim bir hammamiz yig'alaydigan bir tashkilot bo'lmagandan keyin biz shu faqatlam xalqimiz ishondik bu narsalarni. Ya'ni men to'rg'im bir qitim yozib chiqarib qo'ygandim ishchi misol nima qilib. Haqiqatlam diasporada 500 adam, men 500 adam misol jiq emas-ku. 100 euro bera oladigan 500 adam chiqsa, bizning ishimizga ya'ni bizning yig'moqchi bo'lgan pul yig'ildi degan gap. Manda o'ylasak san qat'iy chiqaman, shunaqa. Shu. Lekin hozir qarab baqsa, albatta Alloh razı olsun. Alloh miyada cho'qim demsam bo'lmaydi. Bu xabarlarni chiqarib qo'ygandan keyin yozuvchi Futurni taqatgan. Amerikadagi Kuzat Altay bu xabarni yo'llab qo'ygandan keyin darhol men bilan aloqa qildi. Nayt qiziqdi va shu zamonlar men mushga $10,000 yordam qilay deb shu Germaniyaniki bankimizga yo'llab berdi. Allah razı olsun gelişimizden. Nayt hoş oldu. Elbette Kuzat Altay'dan başka. Mesela sizler tordu kör otkan nurgun çoğunlarımız başlar. Şühret, Hoşur akımız. Abdülkadir Yapçan akımız bir gen sözlü. Abdurşit Karlık, Doktor Abdurşit Karlık benim sözlü. Nurettin İzbasar gelişimiz sözlü. Ayın imin gelişimiz sözlü. Yani kim vardı ben unutup kalmayı dağıttım ben isimlerini. Unutup kalkan bolsam bek geçiyorlar. Yana sözleyme edip deydiğen nurgun Diler Musa Bay'ın sözlediği elbette. Yana kim yana sözleyme deydiğenler çıkıp yardım kılaydı, destek kılaydı deydiğen. Allah razı olsun alılan şu ustazlardan, şu kıyırındaşlardan. Bu işe nait köyün bulup, bu iş nait muyumluğunu yızgı kaçka. Bizden tan çıkıp, bana kullap verenler de tan halkımızda çakırı atıdı. Taktış nait yaxşı oldu. Nait çık takıl atıdı. Her bir abim anlayan isimler hiç tanımaydıgan adamda yok ku hem diasporada hemimiz bilimiz. Taktış nait yaxşı oldu. Lekin azıcık bizden andiş kılıp atkan nerse bu GoFundMe'de çıkargan toq bankadan yo'llab qo'ygan ekan. GoFundMe orqali qandan keyin bizga hozir andilar 1,000 euro yig'ilibdi. Ya'ni Kuzat Altay undan oldida ancha yo'lgan qarindoshlar euro sundasa bir 8,000 necha euro bo'ldi ekan, 9,000 mi? Ma pullarni qo'ysak andilarda 10,000 euro yig'ildi degan gap. Biz yig'moqchi bo'lgan hissat 50,000 euro. Albatta bu 50,000 euro bu futbolchilar shundan jiqnas ketadi deb deyish mumkin. Futbolda
Bu narsani aniq tushuntirdi. Chunki futbolni bildiganlar buni hatto ozga deb o'ylaydi. Futbol qat'iy xabari yo'qlar balkim nimda ne ishilta deb savollar bor bo'lishi mumkin. Bu futbolchi bolalarni iqtisod naqa ishlaymiz degan keyinda. Abim degandek bu futbolchilarni iqtisodni biz ko'tarishimiz kerak. Aldılar, abim degandek futbolchilar badalini to'lab bo'ldi. Chunki ularga maosh berishda narsa yo'q. Hozir ahvolimiz u darajaga kelmadi. Maosh berish yo'q, ammo ularniki qira pulni biz ko'taraylik dedik. Ya'ni o'zining davlatidan uchib kelgan pulni biz ko'taraylik Elbette. Chunki ular to'lagan badal 2 hafta vaqtini chiqirdi-da. O 2 hafta bular xizmat ishlayotganlar xizmat to'xtaydi. O'qiyotganlar o'qishini to'xtaydi. Yana sayr qilmoqchi bir ish qilganlar o'zi 2 haftada shunga badal to'lab bo'ldi degan gap bo'lmi shu? Vaqtini, zihnini ifade degan gapda kuchni To'g'ri. yo'nalt. Ha. Shuningga u bolalarning qira pulini biz ko'tarishimiz kerak. Bu misol bo'ldi deb o 22 futbolchilarni pok qilib Londonda tashlab qo'yib, shunlar maydonga deb tegib bo'lmaydi. Futbolchilarni yig'ib bo'lgandan keyin o'xshamaydigan davlatdan birga o'ynab boqmagan topchilar bo'lgandan keyin ularni mashq qildirish kerak. Shuningga bizning planimiz Gollandiyada misol 7-yilning biridan burun Gollandiyaga bir hafta yig'ilib, ya az deganda 4 kunimiz bir hafta yig'ib futbolchilarni mashq qildirishimiz kerak. Bir-birisi moslashish uchun, tunish uchun moslashtirib qilganga vaqt ketadi. Bir haftami amaliyotda bek az, kimlar biladi buni. Evet. Şuna bu bir haftaning ishiga yotoq lozim uning albatta. Bolalarning tomoq amaliyoti chiqim ketadi. Uning ustiga u bir haftaning ichida boshqa davlatlar bilan masalan qo'shib tayyor qo'ydik hozir. Ma bu Westpaba bilan mush bolalar kelgandan keyin Westpaba bilan bir do'stlik musobaqa o'ynamoqchi. O do'stlik musobaqa ham do'stlik, amaliyotda mashq uchun qilayotgan bir do'stlik musobaqa amaliyotda o'zimizni Londonlik musobaqani yaxshi tayyorlash uchun. Ve bu futbolchilar ham u yerga borgandan keyin hammasi birimiz Adidas, birimiz Nike, birimiz u bu deb kiyib bormaydi. Bir komanda bo'lgandan keyin biz hammamiz abim degandek Sharto'shdan tamsil qiladigan bir guruh, bir komanda bo'lgandan keyin bizning yurib turishimiz hamma diqqat qildi. Uyg'urlarda media kecha dialog yamasa qancha media bo'lgan bilan oyda bizning ko'rayotgan nurg'un o'xshamaydigan chet eldagi o'xshamaydigan odamlar bizni qaraliq qo'yadi, raportni qiladi. Shuningga bizningki mashq kiyimimiz lozim bo'ladi. Futbol musobaqa tushadigan kiyim lozim bo'ladi. Hatto bu iqtisodni amalda qalamqa xashlamay deb o'tgan qitim kiygan kiyimini texichi mening uyimda podshamdan bir eshik. Uni olib qo'y. Chunki musobaqa 2 xil kiyim bo'lishi kerak-ku. O'xshamaydigan rangdan. Bizda bir islam bor hozircha. Uni yig'ib qo'ydim. Uni biz amalda maqtimiz yig'ilgan pul bilan birini yig'inda oldi. Ikkinchi kim lozim bo'lib qolsa, biz shu koni shiltayli deb tavotimiz. Amaliyotda u davlat komanda uchun, ya'ni Sharto'sa ulusal komanda uchun buncha qilish xatodir, ammo men ahvol qarab baqsa toza nima emas. Hozir shuni diqqat qilib pul qashimsak bo'lmaydi. Shuni kiyim-kechaklarni ketadi albatta. Undan keyin futbolchilar bilan men mashq bo'lganik udul billa London bormoqchi. London bilan albatta bu yerda poyezdmi yo bir Abduz Kralamda Abduz Kralsa tig'im yo'q chunki u London berib bo'lgandan keyin yotoqdan maydonga yana to'xtamay u yerga kiraga nimalar mashinalar lozim. U yerga borganda yana tomoqlar lozim degan mushuna narsa ketadi. O tizimlash pulni Konifaga biz 500 euro to'lab bo'lgan yillik tizimlash puli. Bu musobaqa uchun sahibxon davlat ta'min aylan bo'ldi-ku. O ta'min aylanga yana 500 euro, ya'ni tizimlash puli deb 500 euro to'ladik. Yani uşak o kimler yatak bulup en mühimi şey yatak, kira bu narsa çık gidiyordu bizge. Şu kısa şudan gidiyordu. Bu kısa çıkış şunu abim diyendek hazırki san hazır 10 milyon euro etrafta bulatıdı. Elbette yani nurgun devletten kıyındaşlarımız ilki ben pul umak istedim lakin PayPal yok yani kredi kart yok. Ya mesela banka numara girmanik iken udul uğraştı ben bilmeydim deydiğen pul uramatkan nurgun kıyındaşlarımız var. Şununla ben muşu cihetten bo'lsa har bir davlatdan bu hammamizga foyda berish, mayli tashkilot bilan, mayli aktivist bilan, mayli kim bo'lsin, hammamizga %100 foyda, 0 ziyon akilanish bo'lgan ekan, har bir davlatdagi tashkilotlar bakra aktiv bo'lsa degan umiddaman. Chunki tashkilotlar shu davlatdagi jamoatniki ish bo'lmaganda pulni yig'ish jarayonini osonroq keltiradi. Masalan, Gollandiyada ishlar bo'ldi. Masalan, Gollandiyaniki Yasha Uyg'ur tashkiloti
Abdussalam G'ini başlıq Yaşar Yo'q təşkilatı. Biz muş Gollandiyaya iyi boldu. Gollandiyada muşta yardım qılmaqçı qeyrindaşlar bizning bankimizni urunglar, bizlarniki biraqlam yo'llab beramiz deb qildi. Bu taqim oson qilib berdi-da shu davlatdagi qeyrindoshlar. Bo'lsa, mayli Avstraliya bilamdi, mayli Kanada bilamdi, har qanday bir davlatdan mayli tashlab burish shart emas albatta. Bir kishi to'la men to'xtanglar, men chiqay, men sizlarga yordam qilay, mening kredit kartim ishlatayli. Shuni boshda menga urib beringlar desa, nayt xush bo'lamiz. Yana birisiga nurg'un endi chet elda tijorat qilayotganlar, korxonchilar, boylar jiqtab anglagan. Endi ma bu haqiqiy sizlarning kuchinglarni ko'radigan vaqtimiz keldi rost gap qilsam. Chunki bu har qanday jihatdan o'ylab qo'yinglar, bu foydasi nurg'un. Men rasmiy bu ifodalash jihatdan men ancha yaxshi ifodalamagan bilan hech kimnikini so'zlab chiqaramadim. Ama bunun muhimligini-chi. Albatta. Kamera o'zini tunutma deb bo'lmaydi. Abdushukur o'zini tunutma deb bo'lmaydi. Mana shu. Biz hammamiz shu. Futbolni mushu konifaga berib, bayramizni ko'tarib, chiroyli qatlashib kelsak, bu hamma odamga xo'shallik akilgan bir narsa. Bir umid akilgan narsa. Bo'libmi? Hozirgi vaziyatda vatanga berib keladigan odamlarni jiqlab ketgani, bormaydiganlarningki umidsizlanib ketgan bir vaqtlar, bir mezgillarda manda bir aktiv faoliyat hammamizga bir qaytadan bir ruh, qaytadan bir umid akili deb ishlayman. Shuningga hammanglarniki cho'qim qo'llab berishinglarni tuvanchilik bilan so'rayman. Ko'p rahmat Elshad efendim. Bizmi dialog bo'lishimiz bilan mishada xalqimizga chaqiriq qilamiz. Mumkin qadar shu musobaqalarga qo'ldan kelishcha yordam berib, o'zimizning yoshlarni, o'zimizning futbol komandasini yolg'iz qo'ymasligimizni umid qilamiz. Vaqtmi xil bir berib qopti, endi ma yoshlardan azroq men sizlarning ishqingiz, o'zinglarning ko'ngil so'z bo'lsa, ya o'zinglarning tang tushlarga futbol musobaqasi bilib futbol qiziqadigan shularga deydigan bir ko'ngillik so'zlaringlar bormi? Mushto'rlar ishqinglardan azroq bir gap olsam, anandagi Elshad efendim ishqingiz gap ilib programni oxirlashtiraylik. Bo'ldi. Men degan shu hamdi nima bu jihatdan o'ylab baqsam shu hamdi haqiqatan qiziqyapmiz hammamiz. Shu komandadagi hamma bolalar. Endi men hamdi o'zimning kallamda o'ylaganda jiqbalarni tunimizga hamdi. Masalan, Belgiyada o'ynab tunishib qolgan jiqbalar bilan hamdi. Hamma yerda o'xshash yerda tug'an ekan. Men hamdi mening kallamda bizning komandamizni hamdi shu xili ilqi her taraftan bir yaxshi o'ynaydigan bolalar bor deb o'ylayman hamdi. Shunga hamdi shu bizning o'yliqi komandalarga kirish ehtimolligi bor, talantli bolalar jiq deb qaramsa. Talantli bolalar jiq bor hamdi mening kallamda o'ylagandek. Ya'ni shu ashta bo'lgandan keyin shu hamdi biz hammamiz ilg'i qiziqib o'ynaymiz degan ekan shu tirishib o'ynaymiz hamdi yosh Konifa Esha ko'pga qatnashganda shunga bir chat davet edigandim shu. Tirishib o'ynaymiz. Musobaqalarni ko'p ko'z bilan kutamiz. Abdushukur seningcha deydigan gaplaring bormi? Shu Kamran degandek ma'vo bolalar hozir tig'mao bizning komandamiz maqti tig'mi yosh, tig'mi bunaq yoshlar jiq, tig'mi yaxshiroq o'ynaydigan bolalar jiqroq hozir. Yine jiq Uyg'ur bolalar bor dunyoda. Yaxshi o'ynayotgan bolalar hozir ko'ryapmiz. Fenerbahçedagi bir küçük bir Uyghur balbay Naviyada. Şu ya Kamran degandek biz şu Londonda tirishib o'ynab o'zimiz uchun o'ynamaymiz. Shu Sharq Turkiston uchun o'ynaymiz. Billa boshqalar bilan. Sharq Turkiston uchun o'ynanglar. Ikkisi bir-biriga bekil taqishib qolgan bir narsa emas. Keyin dangli qolib kelsanglar, programma chiqqaninglarni unutib qolmanglar. Bizni unutib qolmanglar degandek. Ko'p rahmat. Elshad efendim. Sizning bolangiz sizni bir gap qilgan qo'ymadi-ku bugun. Ağzı chiqib. Hech qisi yo'q. Qaysi kuni qanday o'ynaydiganinglar aniqmi? Qaysi komandalar bilan o'ynaydigani aniqmi musobaqalarni? Xo'sh, tekrar yana keldim. O programniki aniq bekitilmedi, lekin chekda atilib bo'ldi. Birinchi musobaqamiz Tibetga qarshi o'ynaymiz. Eng kuchli qaysi komandaning ichidagi?
Mening hozir bilishimcha eng kuchligi shu Tamil Island degan komanda kuchlik. Ularniki beden sapachettin, Rairus Igiz, Hı hı. biz qalbimizda Tamil Island desa shu Sri Lanka tarafniki, Hindiston tarafniki adamlar deb o'ylaymiz. Tibet deb o'ylasak, vatanniki shu Tibetliklarni o'ylaymiz. Unda emas, shumi? Hı. Bularmi bizga o'xshashmi chet elda, shu inlarimiz chet elda tug'ilib cho'mg'anli bormi, Müşeniki yuqori darajalik futbol nimasini olgan, Hı. tarbiyasini olgan, nihoyat yaxshi o'ynaydigan, o'xshamaydigan klublarda o'ynaydigan futbolchilar u. A'lag'i muftiratmi, mala muftiratmi deb o'ylab qolmanglar vaqt kelganda. Elbette, elbette. Lekin futimiz albatta, bundan kim bo'lsa, biz Sharq Turkiston ro'yini, Uyg'urlarning ro'yini, shu G'ani Baturning ro'yini chiqib, shu 90 minutda chiqib o'ynaymiz, ko'rsimiz butun dunyoga inshaalloh. Shunday degandek, birinchi musobaqa shu Tamil Tibet bilan o'ynaymiz. Bu nihoyatda bo'lib boqmagan bu ish. Ya'ni Evet. tishkilisiga tasavvur, tishkilisi Xitoyga qarshi. Shunaqmi? Xitoydan biz chiqib, biz mustaqil bo'lamiz deydigan bir xalq u yerdagi. Shuningga u birinchi musobaqa qanday bo'lsin, u siyosiy jihatdagi xabarlar mencha xeli bir portlab chiqdi deb o'ylayman. Elbette. Hem bu ılgı şu Xitay'a karşı ılgı hareket kıvatkan yaşlarının özara tanışığımı der Doğru. ki mesela ortak bir faaliyetlerin, ortak bir projelerin kırış için bir başlangıç noktası kırışım mümkün de bu cihetten Elbette. diyalogun ilgili sürdüğün mühim bir kanal bu bana diken. Evet. Ben şimdi vaqtida Tibet bilan o'ynagan vaqtimizda biz bir-birimiz dushman deb o'ylamaymiz yaxshi. Vaqt kelganda albatta uni o'ylamaymiz. Bir-birimiz urgan to'pimiz Xitoyga urdik deb bilan shu shaklda shu hissiyatni o'ynaymiz. Bir-birimiz bilan emas, kim to'pni ursin, biz Xitoyga qarshi degan bir narsa bor. Bo'ladi %100. O'dinga Xudoyim bo'lsa qani men hozirni tortib hayajonim ketyapti. Men bir trener bo'lib, amaliyotda bir egri besiq. Ammo futbolchilardan o'zim tutib olsam bo'ldi, lekin men bek hayajonim ketib ben rost gapsam bu Evet. kimiki yenikilar. Chunki uzun yillarning yog'i buni umid kutayotgan, mushuning uchun, mushundan bir sakning chiqish uchun tirishib kelayotgan bir sportchi bilan Evet. ba'zi shuni hayajon kutdim. Bugun agar Igizpas so'zda qamlashmay qolgan bo'lsa, to'g'ri tushunishinglarni umid qilaman. Yok yok şunda obdan bo'ldi bütün gap sizlar. Şunda men pek hoş oldum chiqib cho'nglar bilan bir program qilib, o bo'pmi yosh bolalarning gaplarini anglab, Uyg'urcha paranglashib bular bilan xil bir xo'shib nima bo'lib qoldim sizlarga hammalarga ko'pdan ko'p rahmat. Programmamı 47 minut 50 minut o'tibdi. Programni ham Rostonlar bosmuş ya ahırlaştıraylı. Lekin musobaqa ketgandan keyin musobaqalarni mumkin bo'lsa men futbolni yaxshiroq tushungan odamda bir tepish qitirishman anandan keyin birga o'tirib sizlarning musobaqalarni birga analiz qilsak bo'ldi. Oxirgi so'zimni davolsam, Bo'ldi. biz Sharq Turkiston futbol jamiyati albatta mukammal bir jamiyat emas. Bizningki kamchiligimiz yamanchiq. Aldıdan bizning xizmat qilayotgan guruhimizda xizmat qilgan odamlarning soni cheklik. Shuningga biz ba'zan tashviqotni sizlar o'ylagandek, ya'ni yamonmasa komandamizni sizlar o'ylagandek tayyorlab qilamagan bo'lsak, hozirdan uzr tilayman, ya'ni kechirim so'raymiz. Chunki millatning ishini qilish oson emas haqiqatan. Hammamiz ishlaymiz, o'qiymiz, bu ishlarimiz, oilamiz bor. İşten sırt ailemizdeki sırt çıkarıp qilayotgan ishlar. Shuningga oldi keyni bilib xatolik bo'lib qolgan bo'lsa, kechirim so'raymiz hammanglardan. Inshaalloh bundan keyin texim ko'p bu ishlarga yoshlar bo'libmi, futbol qiziqadigan, texim atrofimizga kelsa, xizmat oladigan, yetaklab mangdigan qarindoshlar texim chiqilsa, nihoyat xush bo'lamiz. Mayli futbolchilarni va futbol qiziqadigan qarindoshlar bo'lsa, ishimiz har zaman azam, ishimiz har zaman uchuq. Eng oxiri deydigan abim degandek, shu ishga tashviqotni qilish bergan, ismini bir-birlab atab olmasam, kechirim so'rayman, ammo hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat. Qilgan har bir telefon bilan telefon qanda va yana uchur yo'llaganda hech qanday bir akimiz, hadimiz, ustozimiz, inlarimiz, singlarimizni tortib hech kim menga, ya'ni bizga Sharq Turkiston futbol birligiga yo'q demidi. Nihoyat xushalliqda
qabul qildi, bo'ldi, mana tashviqot qilib beray deb chiqdi. Shuningga shu tashviqotni qilib bo'lgan va qilmoqchi bo'lgan va dialog programmaga ko'pdan ko'p rahmat. Bu ish haqiqatan bir muhim ish. Bo'lsa, mening umid kutadigan, bizning kutadigan umidimiz mushu 5-chi chiqib bo'lguncha, mushu yig'ilmoqchi bo'lgan pul, yig'ilib bo'lgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Shu iqtisod yig'ilib bo'lgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki biz hozircha futbol iqtisod bir taraf bo'lmagan ekan, futbolchilarniki programmani xotirjam boshlamayapmiz. Shuningga 5-chi ayning ichida mushu iqtisodda yig'ilib bo'lsa, biz futbolchilarniki haqiqatan planni, har qanday narsalarni planni rasmiy futbol komandasini yetaklab mangdigan bir sistemni qilmoqchi xudoyim bilsa. Shuningga sizlarning qo'llashinglarni, sizlarning qo'llab berishinglar muhtoj. Bu futbol komandamiz, hammamizning futbol komandasi, Sharq Turkistonning futbol komandasi. Shuningga bagin har tin, har sint mushu tarixiy bir tunji bo'layotgan Sharq Turkiston ulusal komandasi tariximiz bo'yicha tunji qitim qatnashgan bir narsaga sizmi bir kuch bergan bo'lasiz. Rahmat amanglarga. Mushinchik so'zlar. Rahmat sizga Arzimaydi ne demek bizim kılışık tegişlik işimiz mi şu? Hem ola köptün köp rahmet size yaşlarım köp katmış beyanlar çünkü köptün köp rahmet bu sabıkdan Rahmet. yeni bir program ötküzüp yeni bir kıtım bu doğruluk paranlaşamız İnşallah. Xudoy buyursa. Hem de bizim ikraldaki görmelerin olmamış vakti hayırlı olsun. Az bizden rejissör kanalını takaydı 3 çakacağız tutturaylı.